Qani, sen nima ko'zing oshoq qiz uylanadigan aka? Qani, chaqir. Aka, To'xtashim, yurmasan aylantirib kelaman, faqat yig'lama seni. O'rtoq, mana shundoq seni aylantirib keldi, faqat xatomi? Seni mushuk sari edi, men seni baxtli bo'lishini xohlamayman. Nima gap ko'rsatding bo'lsa, menga aytsana aka bor. Mana shuni aytay, kulib o'tir, hop. o'zim yerimda turib, kiyimlarimni akam beryaptilar. Seni meni yig'layapsanmi? Sen yig'lamagin, men harakat qilyapman. Sana oldingda aka bor. Men bo'yningga kiyib berishar ekan. Senin tinchlik yo'q, nimaga eshik tomonga qarab yotibsan, ha? Sekin aka qaynab oldilar. Kecha qo'shnidan keyin kelin cho'shgan. Ularni ko'rib, nishtolarni zo'rini qildi. Mana yetim qizni olish oqibati shu deb tursa meni xo'rladilar. Sana uchun nima yana haliroq kelaman. Aka Nurafshon yo'lidagi Dagima do'ndir 2 do'kon shumi? Bizda O'zbekistondagi eksklyuziv fast-food. Bu idishlarni boshqa do'konlardan topa olmaysizlar. Mashina bo'lish eng zo'r ekan. Mashina urib bering. Sizlar qimmatini ol shartmi o'rtoq? Ularning singlim yig'lamasin. Singlim xursandchilik uchun bundan qimmatini olib berishga tayyorman. Doim singlim yig'lamasin harakat qilasan. Sababi nima? Mana sababi o'rtoq. O'g'lim senga siningni omonat qilib topshirdim. Uni ko'zidan yosh oqqizma. Bo'ldi, sening faqat sen boshqa yig'lama. Endi tushundim. Bolalaring ham o'zingga o'xshatdi. Endi men onamdan shunaqa tarbiya olganimdan keyin meni bolalarim qanaqa bo'lsa o'rtoq.